Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Bugun 5-oyning 9-kuni. Kanada vaqti tunigun tushdan keyin Kanada hukumati Xitoyning Kanadada turishliq bir bosh elchisini qo'g'lab chiqarib etibdi. Xuddi lalmishni qo'lgandek, yo'qolmang, nag basang bor debdi. Kuzatuvchilarning deyishicha, eng muloyim diplomatik sohasida boshqalarni ranjitib qo'yishdan intayin ansiraydigan Kanada hukumatiga nisbatan bu bir tarixda oz ko'riladigan bir voqea deb qaraldi ekan. Kanada vaqti tunigun tushdan keyin Kanadaning tashqi ishlar ministri Melanie Jolie xonim bayonot e'lon qilib, Kanadaning Toronto shahrida turishliq Xitoyning bosh elchisi Zhao Weini Kanada hukumati qarshi olmaydi, darhol Kanada davlatidan chiqib ketadi deb bayonot e'lon qildi. Hamda chet davlatlar Kanada davlatining ichki ishlariga aralashmaslik kerak, hamda Kanada davlatida turishliq, boshqa shaharlarda turishliq Xitoy elchilari ush qolisini yig'ilish kerak, qo'g'lab chiqarilgan Zhao Weiga o'xshash ishlarga chetlab qolmasin debdi. Bu bayonot e'lon qilingan vaqtida Xitoy davlatida tex qorong'u bo'lib, Kanadada turishliq Xitoyning bosh konsuli darhol buning nisbatan qarshi norozilik bayonotini e'lon qildi. Bayonotida Kanada davlatining bu qilmishidan biz intayin norozi, yolg'on tashviq medialarining gapiga ishinib, bunda qaror chiqarishi intayin xatolik. Jungo taraf buningga nisbatan norozilik bildiramiz hamda qarshi chiqamiz. Kanada hukumati Xitoy hukumatiga bo'lgan qarshi kuchlarni qo'llab, Jungo tarafning Kanadadagi elchilariga nisbatan ilib borgan hurmatsizlik va intayin qo'pollik bo'ladi. Biz buningga qat'iy qarshi turamiz. Bu voqeadan kelib chiqqan yomon oqibatlarning hammasiga Kanada hukumati ustiga elish kerak deb bayonot e'lon qildi. Bugun 5-oyning 9-kuni Xitoy tashqi ishlar ministri bu voqeaga qarata darhol inkos qaytarib bayonot e'lon qilib, Kanadaning Shanxayda turishliq Kanada davlatining bir elchisini qarshi ilinmaydigan Kanada elchisi, bu Kanada elchisi 5-oyning 13-kundan burun Xitoy davlatidan chiqib ketishi kerak deb bayonot e'lon qildi. Mana tunugun bugun Kanada davlati va Xitoy davlati har ikkilisi bir-birisining bosh elchilarini qo'g'lashga boshlabdi. Bu zodi nima gap deganda, bu ish Kanada a'zosining oila bexatarligiga tahdid qilingan bir voqea ekan. Kanada parlament a'zosi Zhuang Wenhao, Xitoycha ismi Zhuang Wenhao, inglizcha ismi bo'lsa Michael Chong. Bu ayol parlament a'zosi Kanadada tug'ilgan bo'lib, dadisi Shanganlik Xitoy, onasi Gollandiyalik ekan. Bunda aytganda, bu Michael Chong parlament a'zosining dadisi Shanganlik ko'chman, onasi Gollandiyalik ko'chman bo'lib, o'zi Kanadada tug'ilib cho'ng bo'lgan ekan. Michael Chong Kanada parlament a'zosi 2021-yili Uyg'urlar to'g'risida bayonot e'lon qilib, Xitoy hukumatini iyyiplab, atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida Xitoy hukumati inson qilipidan chiqqan qabilik harakatlardan to'xtatish kerak degan mazmunda so'z qilib va bayonot e'lon qilgan ekan. Shuningdan keyin Xitoy hukumati Kanada parlament a'zosi Michael Chong xonimning Shangangdagi, ya'ni Hong Kongdagi oilasiga ko'z tashlab, o'ch ilish tahdid ilib borgan. Bu suiqasd tahdidlarga Kanada Toronto shahrida turishliq Xitoyning bosh elchisi Zhao Wei chetishlik ekan. Bu ahvoldan kechikib xabar topgan Kanada hukumati darhol qaror chiqarib, Xitoyning elchisi Zhao Weini Kanada davlatidan qo'g'lab chiqaribdi. Kanada davlati, Kanada hukumati, Kanadaning rahbarlari, Kanada parlament a'zolari Xitoyning Uyg'urlar ustidan ilib berayotgan irqiy qirg'inchilik va inson qilipidan chiqqan qilmishlariga qarta Xitoy hukumatini iyyiplab, Kanada siyosiy sahnasida Xitoyni iyyiplab bayonot e'lon qilgan Kanada parlament a'zosi Michael Chong degan xonimga sen mushundaq bizga qarshi gap qilding degan bana sabab bilan Hong Kongdagi oilasidan o'ch ilish harakatini ilib borgan voqeaning natijasida oldi bilan Kanada hukumati Xitoyning bosh elchisini qo'g'lab chiqargan. Endi bugun Xitoy hukumati Shanxayda turishliq Kanadaning yana bir elchisini mush oyning 13-kuni cho'qim Xitoy davlatidan chiqib ketish kerak deb Xitoymi bayonot e'lon qilgan. Kanada hukumati Uyg'urlarga ko'ngil bo'lish, Uyg'urlarni qo'g'dash masalasida Xitoy hukumatiga amaliy harakati bilan javob qaytaribdi. Hammanglarga rahmat.